Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xo'p, bizda Yevropa gaz kabelimiz bor. Staylar uchun gaz kabelimiz bor. Buni narxi $25. Bundan tashqari chipli uylarimiz bor, PSM flasherimiz bor, combo loader uchun kalitimiz bor. PSM flasher mikro varianti bor. Yangi diagnostik apparatimiz Scandoc. TPS combo loader bilan bemalol ishlaydi, distansion ishlaydi. Hech qanaqa simpan bilash kerak yo'q. Через Wi-Fi ishlaydi. TPSdan combo loaderdan bezatkazish ishlaydi. Chevrolet V markasidan tashqari boshqa markalar qo'shib ketsa bo'ladi. Bir marta to'lov qilinadi, pashizini ishlatilaveradi, galovga to'lov bo'lmaydi. Combo loaderlarimiz bor, MD flasherimiz bor, rабочий servis moduli bilan skamatik uchilarimiz bor, zinkar 2miz bor, bitboxlarimiz bor. Kichkina lounge pribor apparatimiz bor diagnostika uchun. XDR, X Pro 5 diagnoziya bo'ladi. Kombi boxlarimiz bor, PSM flasher uchun, combo loader uchun. 81 pin kabellarimiz bor, skamatik uchun prekurritel kabeli bor. Kimga nima kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. 12 to'lovda dastlabki xizmatimiz bor. Keyin bizda bunaqangi рабочий состояние yaxshi HP, Acer, Lenovo kompyuterlarimiz bo'ladi. Core i5 11, 12, 13 pokoleniya bo'ladi. Sensor bo'ladi. Ham programmalar kerakli programmalar uстановка qilingan. Bundan tashqari ikki xil bitta planshetlarimiz bor. Lenovo bunisi Redmi-niki. Kimga nima kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizning inshaalloh chiroyli qilib beramiz.